ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Nuravkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi-yu, salgina, ozgina yetib bormadi, ozgina. Turkiyaning ayni vaqtdagi eng yaxshi hujumchisi bo'lib turibdi, agar fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsak. Shu yerda ham mana hozir hal qilish kerak. Beyranvandga qarshi. Eldor zarba 1-1. Ishonchli Eron tomonidan Muhammad G'urbani. Darvoqe Al-Vaqtida o'ynaydi Birlashgan Arab Amirliklarida. G'urbani Ne'matov. Hop. Tomosha qilamiz. G'urbani. Zarba markazga tepdi. Abduvohid chalg'ityapti Beyranvand. Qarama unga Jamshid. Ruxsat berildi. Zarba Iskandarov ham markazga tepdi. Bu ham markazga tepdi. G'urbani. Abduvohid qarasan, qutqaradigan joyi. Zarba yaxshi, Ne'matov qarasan dedik, qutqardi. Yaxshi tepib bersa bo'ldi, unutamiz. Ruxsat bor. Abdullayev judayam ishonch bilan tepyapti, pastki burchakka yumalatib. Ruhan u ham bosim qilmoqchi Majidga. Mana yana bittami? Yana bitta bo'ldi. Zarba yo'q. Bu safar topa olmadi Ne'matov. Yaxshigina puchkasi bor Rustamning ham. Ana Shurmatovning zarbasi kuchli tepdi. Beyranvand yetib bora olmadi bu to'pga. Ma'lum o'rnida. Hop, Abduvohid Ne'matov hozir qahramonga aylanishi mumkin. Va aylandi. Qoyil rahmat Abduvohid. Ey. Shaxsan beraman deyapti to'pni. Kim tepadi bizda oxirgi zarbani? Ana o'shanga beradi to'pni hozir Abduvohid. Akmal sovuqqon futbolchi. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar seriyasida, lekin o'sha qizil bilan yanada bu g'alaba yoqimli bo'lyapti bizga. Zo'r tepdi Akmal Mazgavoy.